Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib boruvchi mijozlarimiz. Ushbu texnikalar bugun 14-mart sanasi bo'yicha Qirg'izistonga yo'l olyapti. Uchtasi Qirg'iziston Bishkek, orqadagi ikkita katta esa Qirg'iziston O'sh shaharlariga yo'l olyapti. Xudo xohlasa hozir mana kemamiz ham kelyapti. Kemamizni ichidan yuklarni tushirgandan so'ng obeddan keyin 12 da boshlanadi ushbu texnikalarni yuklashlik. Sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman shu texnikalarni. Bittasini Arctic Holdings o'zimiz sotganmiz. Qolganini esa Arctic Logistics kompaniyamiz tomonidan logistikasini amalga oshirib beryapmiz. Hop, bunisi Qirg'iziston Bishkekka chiqib ketyapti. 2021-yil adashmasam 8000 matachas ekan. 8300 matachas. Holatlar ideal. 145 plus bitta qovushi bor. Qisqacha o'zini standart qovushi bilan. Ko'rib turibsizlar, holatlari yaxshi holatda. Bu 2019-yil ekan. 3 ta qovush bor, bog'langan. Ko'rib turibsizlar, o'zini standart qovushi. Ikkita katta, bitta kichkina qovush. 11300 soat ishlagan. Normalniy 2019-yil uchun bo'ladi. Bu esa 2022-yil ushbu texnikani biz klientimiz uchun sotganmiz. Bu ham Qirg'iziston Bishkek shahriga ketyapti. 3 ta yangi qovushlari bor. Buni ko'rib turibsizlar, svarka qilib shaqqa qilmaydigan qilib qo'yilgan, odamga jarohat yetkazmadi inshaalloh. Ko'rib turibsizlar, texnikamizning holatlari 2022-yil uchun juda ham ideal holatda. 2022-yil 6600 soat ishlagan bu texnikamiz. Salafalar hali yechilmagan. Uni yechib turib bir mo'ka qilib chiroyli qilib ishlatsa zo'r bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Ideal holati. Motorlari ham juda ham mo'shni ishlab turibdi. Endi esa sizlarga bu yonimizdagini ko'rsatib o'taman. Buni logistikamizdan foydalanyapti bir mijozimiz. 2017-yil adashmasam 11000 matachas atrofida ishlagan. Buni ham standart qovushi bor, qo'shimchasiga transhay qovushi ham mavjud. Bu yoqda esa 360 qisqichi bor. Holatlari juda ham yaxshi holatda turibdi. Buni ishlagan matachasi qancha ekan? 11700 matachas. 140 talik Volvo. Normalniy holatda. Bu ikkovi 145 talik Hyundai bilan bu 140 talik Volvo Qirg'izistonni O'sh shahriga chiqib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari normalniy. Bu esa 2018-yil, buni ham logistikasini amalga oshirib beryapmiz. Bunga bitta komplektiga ko'rishingiz mumkin. O'zini bitta standart qovushi hamda отбойник qo'shtirganlar akamiz. Отбойникni trosda bog'lab qo'ydik. 360 JK firmasining qovushlari hamda qisqichlari bilan biriga. Texnikani ideal holatda turibdi. Bitta aybi shu biroz singan oynaga. Buni matachasi hozir buniki 11300 matachasi. O'sha hisobda bugun 14-mart sanasi bo'yicha Arctic Holdings va Arctic Logistics kompaniyalari tomonidan Qirg'izistonni Bishkek hamda O'sh shaharlariga chiqib ketayotgan texnikalar ushbu 5 tadan iborat. Azizlar, kimga shunaqangi sostenadagi texnikalar kerak bo'lsa, bemalol bizga Arctic Holdingsga aloqaga chiqishingiz mumkin. Texnikalarni chiroyli holatda shunaqangi kemalarga solib, bo'lmasdan, balolarni chiqarmasdan butun holatda inshaalloh manzilingizgacha, aytgan manzilingizgacha yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.